Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Speklesimiz saytida ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Birinchi brauzerga kiramiz. Speklesimiz deb qidiramiz. Mana shu speklesimiz.ru shunga kiramiz. Agar ro'yxatdan o'tishni bilmasanglar, mana videoni tomosha qiling. Ro'yxatdan o'tish videosi. Ro'yxatdan o'tish. Foydalanuvchi nomi o'zingizni email pochtangiz iCloud.com sizlarga Gmail bo'lsa Gmail deb yozasizlar. Kuchli parol. O'zlab parol o'ylab topasizlar o'tgan. Ikkinchi marta parol mana rozman deyishdan oldin birinchi o'qib chiqsanglar bo'ladi. Termosni bosib I am not a robot deb o'qisizlar. Ro'yxatdan o'tish. Endi usernamega boyagi yozgan usernamangiz Speckle. Parolga boyagi parol. Eslab qolingni bo'lsanglar, keyin kirganda sayt sразу ochiladi. Ro'yxatdan o'tish shartimiz. Mana tizimga kirdinglar, xizmatlardan foydalanish uchun hisobingizni to'ldiring. Sizga hozir 0 rubl, ya'ni 0 so'm turibdi. Xizmatlardan foydalanish uchun mana shu yerdan tanlasanglar bo'ladi. Misol uchun Instagram Reels ko'rish 1.33 rubl. Hammasini mana shunaqa ishlatsangiz bo'ladi. Menyuga bosasizlar, agar tushunmasanglar, mana bu hisobni to'ldirishni bosib Cap degan degan user qo'yib qo'yilgan, shuni ustiga bitta bossanglar, mana user ochiladi, ya'ni menga to'liq o'qisanglar, men saytga tashlab beraman. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.